Qara Uyg'urlar 17-bölüm. Alahazal 10 minutlardan keyin bosh konsulning eshigi chekildi. Kiring. Eshik ochilib, konsulxonada ishlaydigan Xitoylar bir-birlab kirib kelishga boshladi. Ular bosh konsul bilan Yang Tatayga salom bergach, ularning yanida o'ri turgan qora ko'zoynaklik birisiga hayronlik bilan qarashatdi. Va uningga salom berib, bir-birlab o'ng tarafdagi heliq yo'g'on ustal qo'yilgan yig'in uyiga kirishdi. Hammasi kelib bo'ldimi? Shundoq. Undaqda biz kirayli. Konsul Xitoy xo'shaqmagandek o'rnidan turdi va Yang Tatay bilan birga yig'in uyiga kirdi. Batur bo'lsa, eng orqasida kirib, o'rindiqda o'ltirmay o'ri turdi. Konsul Xitoy odati bo'yicha o'z o'rniga o'ltirgandan keyin nima deyishini bilmagandek sangilab gap qilmay o'ltirib oldi. Bugun qaysi temada yig'in ochimiz boshlayaq? Biroz jimjitlikdan keyin so'radi biri konsuldan. Yig'inni men ochmayman. Ahvol boshqacha. Kechiringlar. Undaqda kim ochadi? Men ochaman, dedi Batur qora ko'zoynakini elib o'tib. Ismim Batur, o'zim Uyg'ur. O'ltirgan Xitoylardan 3-4 darhol o'rnidan sakrab ketishdi. Batur darhol yanchiqning qurolini chiqarib, ularga tangladi. Va yuqori ovozda: "Qimirlashma. Qaysin qarshilik qilsang, darhol etib tashlayman." Xitoylar xuddi chaqmoq chiqib beshi qiyib ketgan cho'shqilardek pit ko'zlarini chekchaytib qetibli qilishgan edi. Ba'zilari qo'rqqanidan o'ltirgan o'rindiqlardan yiqilib tushgili tasla qoldi. Yo'ldoshlar, bugun kutilmagan bir ish bo'ldi. Men uning zo'rlishi bilan sizlarni bu yerga chaqirdim. Nima qilmoqchi ekanligini men bilmayman. Avval uni bir anglab boqayli. Meningcha qarshilik qilish ojizsiz, dedi konsul Xitoy bo'g'iq ovozda. To'g'ri deding. Qarshilik qilib hech kim yaxshilik ko'rmaydi. Shunga eng yaxshisi yuvosh bo'lish, dedi Batur ulapla. Va boya o'rnidan turib ketgan Xitoylardan birisiga yenidan bir changal plastik tasmani chiqarib, uningga tashlab berdi va xitob qildi. Sen hammalarning qo'lini orqa qilib bog'la. Heliq Xitoy nima qilarini bilolmay ketib turib qoldi. Batur uningga asta yiqilishib, tapanchasini mengisiga tanglab turib: "Hozirda o'lging yo'qdi?" dedi. U Xitoy Baturning degani bo'yicha qildi va o'z o'rindiqiga berib o'ltirdi. Batur berib uning qo'lini qayirib, kendidan bog'ladi va sirtqi zalga chiqib, heliqi ishkenda hushsiz yotgan Xitoyni so'rab akirib, yerda dum yotqizib, qo'llarini keynachilab bog'lab qo'ydi. "Endi yig'inimizni boshlaymiz", dedi Batur kinoya aralash. "Bizni endi hech kim avar qila olmaydi. Men hayotimda Xitoy konsulida bir to'p Xitoyga yig'in etishimni uxlab tushimdan ko'rib boqmagan. Mana bu sharafni sen kuchuklar oilamni xonavayron qilish badliga yaratib berishding. Anglab qilish. Men hayotimda biror cho'jini o'ldirib boqmagan. Ammo sen ishplaslarning nazarida men bir terrorist. Bugun montini yeb ondan pulini to'lash ehtimolim nihoyat cho'ng. Yosh yigit, har qanday ish bo'lsa, chiroyliqcha bir taraf qilgan yaxshi.
Biz seni körüp mü bakmagan? Senin bilen hiç öç adavatimiz yok. Eğer biz kılıp bereydigidek iş bolsa degin, biz yardımga tayyor. Hiç kim seni terörist degini yok ko. Dedi igiz boy bir Xitay boş avazda. Ha 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 ha. Batur tuyuksuz kakaqlap külüp ketdi. Vay senin zuvanınga. Eğer şu anda senlerinin koluğa düşüp kalan bolsam, dağınlıq teröristin birini tutup aldık dep, hocayınından inam algan, şundakla dünyaya sazayı kılgan bolatdan. Seni yumuşak sözlü atkan muşu kolumdaki koralgo. Ondaq emas. Biz adil iş kılıdıqallar. Eğer biz yardım kılalıqda iş bolsa degin, çokum yardımda bolamiz. Begunahlarning qanini töküş, sizlarning dininglardimi yo'q ko? Deb miyangladi yana bir Xitay. Hepbelli. Sen çoşqularning og'zidan lilla gap chiqib qoladi ekan ba'zida. Biz hergiz begunahlarning qanini tökmaymiz. Ama sen yanma o'zlar kunda biz Uyg'urlarning qanini ichishmasang, uyqun kelmaydigan holatda şu anda. Hazırgacha qanchalik begunoh Uyg'urni lagerda, türmelerde o'ltirishding? Ularning qaysi biri qilchilik gunoh o'tkazgan edi? Bugun ajab insonlikdan so'z eshitib qolsina? Jigit. Men shaxsan hech kimni o'ltirib boqmadim. Sen ozdirg'uvchilarning gapiga ishinib qolsan. Bizning hukumatimiz hech qanday begunoh Uyg'urni o'ltirgani yo'q. Esiyatga berilme, dedi konsul Xitay birdilla jon kirgandek. Bu anangni çoşqa. Şi Xitaymo o'zi bevosita birini o'ltirgani yo'q. Ammo u tish tirniqiga qurollangan armiya saqchilari va Bingtuandagilarni ishga selib, sen ishlarga oshnon berib, bag'rini ichib, barini to'kib bergan oq ko'ngil. Ammo bakli sadda Uyg'urimni millionlab lagerga, türmelerge qamab, insan qalbidan chiqqan qiynash usullari bilan o'ltirgizdi. Bunun bilanla qalmay, ularning ish bag'rini söküp qarang'i bozorda satmoqda. Senlarni qandaqmi inson degili bo'lsin? Şi Xitayning tarixda ko'rilmagan irqiy qirg'inchiligini jondining bilan qo'llab-quvvatlayotgan har biring aynan shu Şi Xitayda qatil emasmi? Şu an eğer qoral mening qo'limda emas, senlarning qo'lida bo'lgan bo'lsa, meni tirik beti jututetdan cho'qim. Ha. Sen belki kuching yasi berib Şi Xitaydan hesab ol deyishing mumkin. Pardon. Şi Xitayga yaqinlashishim asla mumkin emas. Shunga uning kuchuklarini hesab olaman. Xitoylar ishning sababini endi tushungandek bir-biriga qarashib, sangilishib ketdi. Yana birarsi gap qiladigandek emas edi. Yeter, dedi Batur tinchlikni buzib. Ben senlarga sababni qisqa tushundirdim. Nima bo'ldi keyin deb qolmasin deb. Endi sen haq bilan so'z o'yini o'ynag'im yo'q. Ben hozir ismi jismiga loyiq terrorist. Bugün begunoh o'ltirgan ayolim va ikki navrinim, baldur olamdan o'tgan dadam va hech sababsizda qatl qilingan millionlagan Uyg'urimning intiqomini olaman. Gunohi bo'lsa, menga bo'lsin. Xitoylar birdilla Allohzada bo'lishga boshladi. Ba'zi Şi Xitoylar g'ingshib yig'lashga boshlagandek qiladi. Batur ularga zuvonni yig'ishni buyurib baqirdi. Kim hangraydi ekan, avval shuning jinini olaman. Uy ichi timtasliqqa cho'mdi. Avval bir so'z o'yini o'ynayli. Qani qaysing hayot qilsankin. Batur eng chetda o'tirgan bir Xitoyga yaqinlashdi va so'radi. Lagerda nahaq qiynab o'ltirilgan ayolimning ismi nima? Men qandaq bilay? Tanımışam.
deb duduqladi Xitoy. Bu javob berish bo'lmadi, dedi Batur va yenidan o'tkir pichqini chiqarib, uning qarniga survatdi. O'qdek etilib chiqqan qon yig'in ustilini bir oldi. Ayya! İki Xitoy ayol chiyqirashga boshladi. Batur ushqandek berib u ikkisining bo'g'ziga pichoq uribdi va g'azab bilan "Qaysing vaqirasan, avval o'lasan!" deb baqirdi. Xitoylar titrashgan peti shuklashib ketdi. "Javobing to'g'ri bo'lsa, hayot qilishing mumkin", dedi Batur va yana bir Xitoyga yaqinlashdi. "Senda baqa, senlar o'ltirgan ayolimning ismi nima edi?" Guli. Sen çoşkular şu Guli'den başkını bilmeysen. Batur Xitoyning qanini tökdü. Ahvolning yomonligiga ko'z yetgan Xitoylar, garchi o'limdan qutulolmaydiganligiga ko'z yetgan bo'lsa-mu, 2 minut ortiq nafas elib olish qo'yga tushganmi va yoki allaqanday bir javoblarni berib, hayot qilishning tamosidimi ish qilib, chala o'lik shaytonlardek mit qilmay o'tirishyapti. Batur yana bir Xitoyga keldi. Sana savol. Senlar qiynab o'ltirgan ikki navri inim nada o'qigan edi? Beijingda? Javob xato. Misrda. U Xitoymo qarniga surilgan pichoqdan xoqirab jon berdi. Sana fursat. Bizning birinchi jumhuriyatimizning raisi kim edi? Kasimu? Sen mi talaysizkensen? Batur ana shundoq yo'sinda shirani cho'rdab o'ltirgan Xitoylarning ko'pini qatl qildi. Oxirida qilib qolgan 3 Xitoy umidini uzdi-mu, tuyuqsiz cho'shqidek chiyqirishib ishik tarafga o'zlarini otdi. Batur hech qiynalmayla o Xitoylarning hammasini pichoqlab etdi va o'lmay qolganlarni qayt pichoqlab bir-birlab qatl qildi. Shirada tirik qolgan birla konsul Xitoy bor edi. U garchi pichoq yemagan bo'lsa-mu, o'lib bo'lgandekla ko'zlari olib, tiniqi bo'g'ilib, xiqirab o'ltirdi. "Bu yoqqa kel, sen bilan ishimiz bor", dedi Batur uningga vaqirab. Va put-qo'lida jon qolmagan konsul Xitoyni so'rab degidek sirtqi zoldagi xizmat shirasiga akilib o'ltirg'izdi. Batur yanchiqdan bir kichik qog'oz parchasini oldi. Uningda o'z oldin xotirlab qo'ygan BBC'ning shu davlat turishliq bosh muxbirining telefon nomeri bor edi. U Xitoy konsulining shirasidagi telefonni qo'lga oldi. "Alo? Men şu an Xitoy konsulxonada Xitoyning bosh konsulini ko'rak olgan holatda. Agar xohlasangiz, kamerachingizni elib konsulga keling. Esingizda bo'lsin. Menda qurol bor. Agar o'yin o'ynab soqchi boshlab kelsangiz, oldi bilan Xitoy konsulini etib tashlayman." Davomi bor.